Mana bu qora zira. Yo'y zira ham deydi. Ko'ryapsizlar? Ko'rinyaptimi sizlarga? Mana. Bu jonivor nima qiladi? G'irt tekin, g'irt oddiy. Buyrak toshlarni tushiradi. Yana nima qiladi? Ichingiz damini, ko'zni chiqaradi. Bor ichingizda gaz quldur hammasi orqangizdan qilib chiqib ketadi. Xo'pdek. Undan keyin bu o'pkani shunaqangi tozalaydiki, bronxialni astmalarni ichingizni qizdiradi. Ichingizdagi sovuqlikni, ichakdagi barcha narsani yo'qotib yuboradi. Sliz, ya'ni balg'amni pishirib, yo'tal orqali hammasini chiqarib yuboradi. Oddiygina qora zira. Tushundingizmi? Ichi shamollab o'tib ketgan bo'lsangiz ham. Nima qilish kerak? Solib qaynatib olamiz. Tushundingizmi? 5 minut qaynating. Qarang. Ko'rdingizmi? Mana. Tayyor bo'ldi. Tamam. Ana, böyle olib qo'ying. Sal buni kamaytiramiz. Mana shunga olma sirkasini qo'shamiz, xo'pding. 1 osh qoshiq olma sirkasi sovigandan keyin. Sovigandan keyin olma sirkasi va asal solasiz, tamam? Olma sirkasi topdim. Vo. Hoppa. Solib oldik. Asal ham qo'shamiz. Mana asal ham qo'shib oldik. Asalni. Bismillah. O'ng qo'lim bilan. Bitta ichib ko'ring. Yo'tal, ichib ko'ringlar. Tekin-ku. Xo'pding. Ishtahani ham ochadi. Ishlaringiz shunday qizdirib ketadi. Chunki mijozi juda ham issiq. Mijozi issiq zira. Zo'r. Qorin quldurlarga hammasi ketadi, meteorizmlarga.